bizda bitta qo'y muammo bo'luvdi. Qolukamlarniki. 4 million 700 mingga olingan qo'yga hamma 35 kilo, 30 kilo, 50 kilo, har xil kilo ko'rdi. O'zicha odamlar tashxis qo'yib tashadi. Shu munosabat bilan bitta konkurs boshladi. Mana shu qo'yni, mana ko'rsating operator. Shu qo'yni живой vesini, shu qo'yga живой vesini teng yarmini topgan odamga mana shu qo'y tekin. Shu qo'yga живой vesini teng yarmini topganiga tekin olib borib so'yib bizib razdelka qilib beramiz. Faqat bu qo'yni ehson qiladi. Toshkent shaharida bo'lsa, viloyatda bo'lsa so'yib jo'natib yuboramiz. Agar viloyatda tursa, bir kolni so'yib, muzlatib keyin jo'natamiz. O'zini qishlog'idagi, o'zini yon atrofidagi qiynalgan muhtojlarga beradi. Chin ko'ngildan biz rozimiz. Topsin, negativlar ham bo'lsa, qiziqsin shu narsaga. Ana kun yuring siqishdi. Qo'shtim bilan men saqal qoldi urishtirib qolishga. O'shanga tabiiysi meni ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Bir haftadan keyin e'lon qilamiz uni. Aniq teng yarim kilosi. Shundoq, живой vesini teng yarmi. Topgan odam maza qiladi. Qanaqa maza qiladi? Ehson qilib maza qiladi. Mazza qilaydi. Mazza qilmaydigan odamlarga jo'natinglar, mazza qilsin. Mana shu qo'y topasizlar.